bir qism odamlar doim bir xil uruqlashni orzu qiladi. Uruqlamsam bo'lmaydi deb qaraydi va tirishadi. Biroq natijada uruqlayolmay bir xil o'zini irodasiz debchi ayblaydi. Bir qiz bir qatam yenim kelib o'zini necha qatam uruqlashtirishib mag'lub bo'lganligim deb shunda yig'lab ketdi-da bu qiz. Men bu qizga dedim, siz uruqlashda mag'lub bo'lmabsiz. Balki uruqlamaslikda g'alaba qilibsiz deb dedimchi. Bu qizga men mag'lub bo'ldim dedi-chi. Uruqlashda mag'lub bo'ldim dedi. Men bu qizga uruqlamaslikda g'alaba qilibsiz-ku dedim. Bu gapimni ham ayni vaqtda bu qiz ta'na qilyotdi, zangli qilyotdi deb o'yladi, chaqchaq qildi deb. Biroq amaliyotda mening bu gapim qarmoqqa bir xilliqi. Chaqchaq qilayotgandek tug'an bilan amaliyotda men bu gapni intayin astoydil holda dedim-da. Odamning amaliyotda ikki ko'z qarashi bo'ldi. Ikki ko'z qarashi bo'ldi. Birisini biz ongda ko'z qarash deymiz, birisini yushin ongda ko'z qarash deymiz. Ya'ni ongda ko'z qarash bo'lsa bu qiz uruqlayman, uruqlig'im bor, uruqlamsam bo'lmaydi deb bundaq. U arzusini bilamiz-da, u ko'z qarashida buni. Endi bu qizning yana bir ko'z qarashi bo'ldi. Men qat'iy uruqlasam bo'lmaydi deydigan ko'z qarashi bo'ldi. Bu xil ko'z qarash bu qiz mushkil ko'z qarashning mavjudligini, o'zida mushundaq ko'z qarashning borligini o'zi bilmaydi. O'ziga ayon bo'lmaydi. Shunga biz buni yushurun deymiz. Yushurun ko'z qarash yoki kasbiy til desak yushurun ong deymiz. Odamning barliq harakat qilmishlari dal mushu yushurun ko'z qarash bo'yicha elib berildi. Shu odam o'zidagi nurg'un qilmishlarni va nurg'un qarorlarni va taqdirini tushunmay qoladi va shundaqla buni o'zgartirmaydi. Yushurun ko'z qarashida, ya'ni men qat'iy uruqlasam bo'lmaydi degan bu ko'z qarashning sababi nima? Bu nereden kelgan? Uruqlash yani yushurun ong uchun, ya'ni odam badani uchalib ketganda bir tahdid deb qaraladi. Uruqlashdan nima qo'rqdi deganda buning birinchi muhim omili tomoq yeyishda. Tomoq yeyish degan nima? Nurg'un odamlar uchun tomoq yeyish bir oddiyla ozuqliq to'liqlash bo'ldi. Bir qism odamlar uchun u psixikasini tangshash hisoblandi. Bunday qilganda aydi daytiping deymiz. Odam o'zi qat'iy yaxshi ko'rmaydigan ma'lum bir sezimdan shakllangan tahdidni-chi, kelgan tahdidni tomoq yeyish orqali shunday taqobil turdi degan gap. Neutrallashtirish, ya'ni tishal deb qo'yamdik. Shuni nurg'unlagan uruqlamoqchi bo'lgan do'stlar uchun uruqlash tomoq yemaslikdan derak berganlik uchun bu qo'rqishini kontrol qilayotgan muhim bir narsadan og'irlik qilishdan derak berdi. Yoki tushundirsak xuddi shu sindimangan da'vatchilik adlushuning qaltiqini elib olganga barobar degan gap. Mana bu uruqlashdan qo'rqishning birinchi muhim sababi. Ikkinchisi, uruqlasam boshqalar yaxshi ko'rmaydi deb qaraydi. Chunki hozir holatida shakllangan odam boyliqlari bor-da, munosabatlari. Hozir holatini yaxshi ko'radigan bir qism odamlar bor-da. Dal mushu kishilarning yaxshi ko'rishidan mahrum qolman deb qaraydi. Shunga o'zgarish degan, ya'ni uruqlash qandaqdir bir badandagi bir o'zgarish bo'lib qolmasdan, shu odamning butun hayotidagi bir o'zgarish hisoblangachqa buni istiqillik qildi. Ya'ni subconscious holda bir xil buningdan qo'rqidi degan gap. Yana bir qism do'stlar uruqlasam boshqalar men hujum qildi, mendan foydalandi deb qaraydi. Bo'libmi erlarni shunday o'ylaydi. Yana bir qism do'stlar bo'lsa uruqlasam eski bo'lib ketaman deb qaraydi. Shunga bizlarga eski bo'lib ketishni kontrol qilish uchun yana simzolatni, bexatar holatni saqlab qoldi degan gap. Yig'ib aytgan vaqtda semiz do'stlar garchi semizlik tufayli ba'zi qulaysizliklarga erishgan bo'lsa-mu, biroq semizlik orqali u bir bexatar tuyg'uni his qilib turdi degan gap. Shunga bu xil bexatar tuyg'uni yo'qotishni xohlamaydi. Shunga uruqlayman deb uruqlayolmayotgan do'stlar o'zidan mundaq bir savol so'rash kerak.
Men urug'lash orqali nimadan qutulmoqchi degan savolni so'rash kerak. Mushu savolni so'rgandan keyin agar mushunga muvofiq javob bera olsa, o'zi ha degandek javobchi. Sizning nurg'un javoblaringizni amaliyotda sizning badningiz to'g'ri xatoligini deb berdi. Haqiqiy javobni topganda ha degan nidaq bir xil bo'ldi. Agar kallangizni bilamanlik qilib topgan javoblar bo'lsa, badningiz hech qanday inkas olmaydi. Mushning javobini topganda bu mazkur odamning badan eg'irligida zo'r darajada o'zgarish bo'ldi. Zo'r darajada, ko'rinarli darajada. Yoki bir xil texmi puxraviy tilda so'zlasak, semiz kishilar "O'men semiz urug'limsami bo'ldi ekan-ku" degan bir ong'a kelganda o'zigida urug'la qoldi. Urug'limsam bo'lmaydi degan ong'a kelganda samirdi. Mundaq aytganda, bu odam o'zini ayblamay tomoq yeyilganda, ondan bu odamning badani butunlay asli holatga keldi degan gap. Biroq buning uchun u cho'qim haqiqiy turda cho'ng bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsin, sizning hozirgi badningiz amaliyotda balliqdagi badningiz shu. Hem de pulga kelaylik. Nurg'un odamlar bir xil tirishibchi. Jiq pul topman deb boylikqa intilayotgandek turgan bilan ularni o'xshashlam nimasi yushurnanda qat'iy jiq pul topsam bo'lmaydi degan ong'alat turdi. Bundash aytganda o'xshashlam pul tepishdan qo'rqish shakllandi. Shunga har qanday bir odam mushuni anglayotgan oltining o'zida tamoman jiq pul tepishga iqtidorim yetdi, bilim saviyasim yetdi, irodasim yetdi, sharoitim hamma narsa yetdi. Bir to'salg'i bor, u bo'lsin nimasi jiq pul tepishdan qo'rqish. Mana mush bir sabab bor degan gap. Kishilarning jiq pul tepishiga to'sqinlik qiladigan qo'rqishlar tuvandagidek. Bir qism yo'ldoshlar. Men jiq pul topsam boshqalar elib oladi deb qaraydi. Kuretamsiz jiq pul topsam boshqalar elib oladi deb qaraydi. Bu ko'pincha balliq davridagi bayramlik pullarni ota-onasidan doimcha yo vaqirab elib oldi yoki saqlab beraman deb aldab elib oladi. Mushkil zahmidan shakllandi. Shunga bu xil qo'rqishi bor kishilar pul topmaydi emas, topadi umarlar. Ammo qo'lida turmaydi. Mush qo'lda pul turgan aman naytiz. Buni chiqarib etganda xotirjam bo'ldi. Qo'liga shundoq pul kirganda bir xil jiddiy xotirjam holat keldi. Siz cho'qim xotirjam holatga odam o'tib olgan gap emasmi? Shu bu pulni xuddi bu pulni bir o'chivadek tiz qajlab yo'qotganda xotirjam bo'lgan odamlar mushu tipga kirdi. Ya'ni mening pulim elib oladi deydigan bir xil. Buning yana bir turi mushundan. Men pul topsam boshqalar mendan foydalanadi deb qaraydi. Shunga bu shikilisi o'zida pul tug'izmaslik orqali mushkil tahdidning oldini oldi degan gap. Ya'ni ba'zilar mendek odamning pul bo'lishi to'g'ri emas, xato deb qaraydi. Bu hamda fuzulgan bir qadar kuchli odamlarcha. Yana bir qism kishilar men pul topganaman, boshqalar menga o'chib qoldi deb qaraydi. Shunga ixtisosshunos Strongholdning boy bo'lay desang, yotlarga aralash deydi. Sening tunish odamlaring hargizmi sening boy bo'lishing ruxsat qilmaydi deydi. Ham yana bir qism ziyoli oila cho'ng bo'lganlar pul tepishni, jiq pul bo'lishni bir daraja to'lab ketganlik deb qaraydi. Shunga bu xil oilada cho'ng bo'lganlar pulni rad qilish orqali, pul topmaslik orqali o'ziga ustunlik holatini saqlab qoldi degan gap. Eng oxirgisi va intayin muhimi nima deganda nurg'un bolalar amaliyotda ota-onasining iqtisodiy va baxt o'lchimini o'zining oxirgi chek qilib oladi. Bunday aytgan vaqtda men ota-onamdan jiqroq pul topsam, ota-onamdan baxtli bo'lib ketsam bo'lmaydi. Bu ularga nisbatan bir osiylik deb qaraydi.
Şuna odam diqqat qilmasa, аңсыз alda boqasa, ular meyli baxt jihatdan bo'lsin, meyli boylik jihatdan ota-onasini tuvan turish orqali ularga o'z sadoqatini bildirdi degan gap. Onun boshqa g'amkin oila cho'ng bo'lganlar bir xilliqi xushal bo'lib kulishdimichu, shu ota-onasi bo'lgan sadoqatsizlikda qaraydi. Ondan başqa mesela qimor, aroq, zahar, yosh o'smirlardagi onanizm, cho'nglardagi shahvonlik, ondan başqa qarzdan chiqolmaydigan bularning hammasining xarakteri o'xshaydi. Gerçi bular ongda men mushasidan qutulsam bo'ldi, o'ynamasam bo'ldi, qarzim tugisa bo'ldi, men shuni tashlasam bo'ldi deydi, ammo yushunanda men qat'iy tashlasam bo'lmaydi deydigan bir ong shakllandi. Chunki nurg'un kishilar biz bayatın deyotgan ishlar orqali qimmat tuyg'usini tepib turdi. Mavjudlik tuyg'usini tepib turdi. Endi biz insonlarning bir mingiznochi RAS deydigan bir sistemasi bor. Bu nim sistemasiz nazar sistemasi deymiz. Bu hamda sizning nimalarni diqqat qilib, nimalarni bayqishingizni belgilaydi. RAS sistemasida. Bu RAS sistemasi faqat yushurunda ongda bor narsalarni bayqaydi, yushurun ongda yo'q narsalarni bayqay olmaydi. Agar sizning yushuningizda boylik deydigan narsa bo'lsa, bu RAS shundoq hech kim pul topolmayotgan muhitmi boylikni ko'ra oladi degan gap. Agar sizning yushuningizda boylik degan narsa, urug'lash degan narsa mavjud bo'lmasa, bu RAS bir oltin tog'ni ko'rsimi uning ko'ziga u chiliqmaydi degan gap. Masalan, buni reallikda amaliy misoldan tushundirsak, masalan bir kuni past kuch bilan mashinasini ochishni unutib qolgan bo'lsa, ayoliq deydi deb ochishimni nim qilib deb. Nada desa, "Osh bir tatmadimi, osh qilib, ikkinchi tatmadimi, uchinchi tatmadimi, men bilmadim, uchinchi birsiz bor" deydi. Shunlar bu ayol 3 tatmini izlaydi buncha, izlab yo'q ekan deb. Degan ekan, bu yo'ldish chiqdi endi. Yo'ldish chiqib, ayol izlagan 3 tatmini ichidan topidi buni. Boshqadan topmaydi. 3 tatmini ayol shundoq ko'ra topolmaydi. Ammo yo'ldish topidi. Nimishqa? Acaba bu ayol bunu ko'ranmadimi? Oddiylashtirsak ko'ranmadi, topolmadi. Murakkablashtirsak, bu ayol uchun u ochqich mavjud bo'lmaydi degan gap. Murakkablashtirib etsak. Chunki ochqich bu erning yushunayotganda bor, ammo ayolnikida yo'q degan gap. Mana bu RAS sistemasining eng kuchli tarafi. Bir mashinani ko'rib, "Mushni olayman" deb, "Ajab noj mashinka, ajab chiroyli ko'mibdikanman" deb olasiz bir mashinani. Uning pul to'laysiz. Shu pul to'lagan kundan boshlab taloq qarsangiz, siz oldigan mashinaning bachiq holatini ko'rsiz. Zodamiz shu mashinani haydayotganda izlaydi-da menga. Shunga o'xshaydi. Amaliyotda yashash unchalar tars emas. Odam nimani izlasa, shuni topadi. Mana shunday oddiy. Biroq bizning yushun engimizdagi ba'zi hissiy aslimlar tufayli bizning mingimiz nimani izlash to'g'rilik qoldi desa, to'xtamay yaxshi ko'rilishning isbotini izlashga to'g'ri qoldi. Yaxshi ko'rilishning isbotini. Masalan, yaxshi baho, hurmat, rahmat, maqtilish va itrof izlaydiganlar qoldi. Bu xil narsalarning hammasi amaliyotda faqat bir sezim bo'lganlik uchun, ya'ni moddiy tava emasda, sezim bo'lganlik uchun odam vujudida uzun turmaydi. Siz saqlab qololmaysiz. Sizni bir hurmat qilsa, xo'sh bo'ldingiz. Biroq siz tutib turolmaysiz deb, moddiy tava emasda. Bu vujud. O degan bir sezimda u. Endi qanday qilsiz? Sizni doim hurmat qilib turish kerakda. Doim sizni maqtab turish kerak, doim bir sizni yaxshi ko'rib turish kerak. Bo'lmasa, u sezimni yo'qotasiz. U sezimni yo'qotganman sizda ig'ir darajada mavjudsizlik shakllandi degan. Shu odamlar to'xtamay shu narsani izlaydigan bir ichinishlik ahvolga tushib qoldi degan. Amaliyotda qiziq o'ylayottirsizki, men sizni sevgandim degan uchurning orqasida qarshi tarafdan shu gapni anglash istiqi yushirganda
Demek onun "Мәзін сағындым" дегені, sizning sağınışınızı sağındım degandekçi, muşul istek üşüngan buludu. Demek siz daim başkalarının sizni sağınıp duruşa muhtaç olup kaldınız degan. Şunsiz bu xil sağınışga muhtaç bo'lgandan siz tabiiylan sağındım degan xatni yezish orqali qarshi tarafga eng xabarsizda. Şuna bayasal kallisi taz jırın emas balla qizlar mundaq sağındım deb xat yozsa, men sağınıptı deb mundaq xo'shlab ketadi. Amaliyotda yozgani nimasi qarshi tarafning shu gapni nima onanga qaytirib yezishini umid qilganda, natijada odam intayin kuchli bir xil neyxo bo'lib qolmasdan yana qayta hissi aslimlarini tepib azoblanadigan gap. Şu anda en ahırda Sokrat Efendi'nin mundaq bir gapini degim keldi. Axloqning eng cho'ng darajasi bilish deydi. Axloqsizlikning eng cho'ng darajasi bilmaslik deydi. Vuch deydi. Chunki odamlar o'zini bilgan sari, o'zini tushungan sari bir xil yumshaydi. Cho'ng'iladi, bir mehr-muhabbatli bo'lib ketadi. Odam cho'qim o'zilik bilmagan asosda to'xtovsiz avarchilik va azob izlaydiganligini bilish kerak. Çeyishi ve yiyish deyimizde yenilgi angsızlık anı götürüldü deyimiz. Yani şu vaqtda onun hayatidagi bu xil ta'tir aylanish anandakin 10 aylanish qarab o'zgardi degan gap.